Yana bitta savol tushibdi. Ishdan keyin zalga chiqishni boshladim. Nagruzka bo'lib qolyapti deyishibdi. Endi to'g'risini aytaman, erkak kishi butun umr ham tana, ham miya tarafdan nagruzkada yashab o'tadi. Xudo shunday yaratgan, bizning organizmimiz hamma narsaga sekin-sekin o'rganadi. Shuning uchun ishdan keyin chiqdingizmi, endi boshlagan bo'lsangiz davom eting, nagruzka bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Sekin-sekin 1 oy o'tadi, 2 oy o'tadi. Organizm o'sha narsaga o'rganishni boshlaydi, disiplinaga tushadi. Va hech qanaqa nagruzkamiz, naborot sizda o'sha trenirovkaga chiqqaningiz uchun ishingizda ham o'sish bo'ladi, ishingizda ham energiya bilan yurasiz. Bu energiya siz ishingizga qanaqa yordam beradi? Odamlarni o'ziga tortadi. O'shanaqa energiyada yurasiz. Shuning uchun bolalar dangasalik qilmanglar. Hech qanaqa bahona ketmaydi. Nagruzka har doim bo'ladi. Shuning uchun gazini bosib trenirovka qilinglar. Hammasi zo'r bo'ladi.